niasinamid deb maqtadinglar, mana ishlatdim, umuman effekti bo'lmadi-ku. Xo'p, qanaqasidan ishlatding, necha foizini ishlatding? Voy, qanaqa foiz? Men umuman foiziga qaraganim yo'q. Sassiqcha, unda yaqinroq o'tir. Senga ham niasinamid tanlashni o'rgataman. Qizlar, sizlar ham qanaqa niasinamid ishlatishni bilmasanglar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga ikkita eng zo'r ishlaydigan niasinamidni ko'rsataman. Sizlar Anova brendidan niasinamid 10% plus TH kislota bor, 4%li. Bu degani poralarni yopishga yordam beradi, ugridan qolgan dog'larni ketkazadi, yuzinglarni mayin, silliq zo'rg'a beradi, yog'lanishlarni kamaytiradi. Ikkinchisi Skin on 04dan niasinamid 10% plus TH kislota bor, unga yana plus askorbinoviy kislota, yana sostavida mikroiglan bor. Bu degani qolgan niasinamidlardan ko'ra teriga eng yaxshi singadigan niasinamid. Bu videoni yaxshi niasinamid qidirib yurgan qizlarga jo'natib qo'yinglar.